La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Şehade la ilahe illallah. Şehade Muhammed abduhu ve rasuluhu. Assalamu alaykum. O'zbek xalqi, O'rta Osiyo musulmonlari. Men bir kimligimni tushuntirib qo'ymasam bo'lmaydi. Yangi dobbatil arz chiqadi, qarg'ay so'kinadi derlar. Nima uchun desanglar, Muhammad Azamov degan 3-4 ta xirish video qo'yibdi. O'sha bir kunta murtlardan bizga kerak, ko'rmutlardan suka gamdan aytibdiki, din senga o'yinchoq bo'ldimi deyapti. Din nimaligini men senga ko'rsatib qo'yib, o'yinchoq emas, unayni olmay kirdi Muhammadjon Azamov, sen Azza degan uchtarib qopti, men seni bloklab qo'ydimmi? Din unayni olmay kirdi jo'ra, kunta unayni isheskur, din unayni olmay kirdi. Sani fatvoyni Trump beribdi, Putin beribdi, Xitoyda prezidenti beribdi, unayni ko'tigasizga. Men seni har bitta masjidingga kirib, mullolaring tagiga unaqa rezinka qo'toqni qo'yib chiqaman, xutba o'qiyotgan payt o'tirib turadi, ko'tini qo'yib turib chiqadi. Tushunayapsanmi? Ganda unayni isheskur. Dabbatil arz chiqadi, qarg'aydi deganlar. Men o'sha Karim kunta bo'lmay unayni ishesib, yangi ahli sunna va jamoa varaqaga bitta ikkitasi varaqani ushlaganmi qo'liga, qanaqadir bir eshitganman, yana unaqa nimada o'rikzorga milsalarini o'zi tarqatgan eshitdim. Men qo'rqib qoldim, o'sha bashalar ko'rganga o'shani yo'q qiyarsang, Qur'on oyatlari yozilgan beradi, burdalab taylasang ham yerimay suvga ham kerak desa, kunta unayni ishesku harom. Muhammad Azamsan unayni ko'timisan, senga o'xshagan milliard bo'ladi. Men auditoriyani buzishni xohlamayman, har tanga so'kinib. Kunta bizning ko'tiga og'ziga degan, ya'ni nima uchun mulolar turmay tiqib qaynagani uchun o'sha kunta. Bu varaqa edi, varaqang Hizbut Tahrirning, lekin mana O'rta Osiyo jamoatni ushlash uchun, dunyo bo'yicha ushlanish uchun harakat qilaman. Alloh men qilgan narsani sutlayman. Imomlaringni ko'tiga originaldan tiqaman, so'ka menga bo'ysunmagan shayxing bormi, har bir kuntang bormi, boshqang ittaraman, bir boshingni senga o'xshagan kuntalardi. So'ka nima bo'lgan, duo qildirgan Alloh bir nimadir, sunna bo'lsin, sunna mana shu ajama dunyo bo'yicha kalla bo'lsin degani, kal sog' odamlar hayot bo'lsin deyapti. Shalla bo'lsin, shal tirik, sog' odam, kasal odam hayot bo'lishini Alloh taolo menga duo qildiring. Ya'ni men bir mo'min qo'ydanda ojiz xo'rlanadi degan hadisga turibman. Ya'ni bitta tushdimi Abdulaziz Fardi ko'rsanglar, qirtadan oshiq qirmatda o'tirilaman, qancha deganiga Imom Mahdiy chiqaman degan. Men undan 1000 marta o'tirilganman. Suka, ko'tingga itarish uchun gandon so'kinmay gapiray. Auditoriyam holiman, senlar dindorsanlar, hol ateistlarga so'kinishim kerakmi? Xitoyingga so'kinishim kerakmi? Qaysi xristian yevreyingga so'kinishim kerakmi? Men bitta jo'msam, qaysi biringga million millatini itaraman, so'ka bo'ysunmaganingni gandonlar. Har bittani yangi xutba o'qiyotganingga rezinka originaldan qo'yib chiqaman. Pichoq mantaymi imomlaring tay pichoq qo'yganda ich pichoq qo'yaman, suka. Imom Mahdini qo'shib gapirasanlar, sukalar biladi. Yangi masjidlaringni buzdirib taylayman, sukalar. Yangi nima bo'ladi? Din Qur'on tortib olinadi. Nima qanday qilaman? Qarg'ayman. Alloh taolaning o'zi qaytarib oladi. Dinni bitta musulmon qoldirmayman, sukalar. Neyni ishi sikir suka. Sunna bo'lsin, kalla bo'lsin, shalla bo'lsin, g'alla bo'lsin degan hayot bo'lsin. Mana shu donga qo'yilgan chechening mana 5-6 yildan beri don deyapti. Nima? Don Armagedon bo'lyapti. Don deganing karochi don o'sha. Ya'ni nimani galaktikani oti ham kerak, samoyili, bug'doy yo'li. Ittaramona ishi sikir o'yin qilib sikib taylayman senlar. Sukalar niday bo'p pachinasi qilmasang unayni sikaman. Astagfirullah billah.